Hammaga salom. Aql bu eng katta kuch albatta, to'g'rimi? Bugun sizlar bilan kino olamidagi eng aqlli deb biladigan personajlarim haqida gaplashamiz. Shunday ekan, siz uchun ham men ro'yxatda aytgan insonlardan aqlliroq insonlar bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Biz esa boshladik. Do'stlar, sizlarga qisqa videolar yoqadimi? Unday bo'lsa, sizga Sambo o'z kanalini taklif qilaman. U yerda qiziqarli videolar short tarzida tayyorlanadi va kanalga yuklanadi. Albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 6-o'rin Hercule Poirot. Detektiv va psixologik tahlil ustasi mantiqiy o'ylash orqali juda murakkab jinoyatlarni yecha oladi. Serialda ham bir qancha jinoyatlarni o'z kuzatuvchanligi orqali yecha olgan. Serial deyarli Sherlock Holmes seriali bilan bir xil. Ikkala serialda ham yordamchilar mavjud. Sherlock ham bu ro'yxatda bormi yo'qmi, videoning davomida bilib olasiz. Hercule Poirot hech qanday qo'shimcha gadjetlar ishlatmaydi. Unda faqatgina vaqtni aniq ko'rsatadigan soat bor xolos. U har bir jinoyatga psixologik kirishadi. Sababi u hech qaysi ishlarni tasodif yoki omad demaydi. U har bir ishni mukammal reja asosida bo'lganligiga qattiq ishonadi. U har doim kostyum, shim va shlyapada yuradi. Mo'ylov uning asosiy o'ziga xosligini ko'rsatib turuvchi omil. 5-o'rin Walter White. New Mexico shtatidagi oddiy o'rta maktabdagi kimyo o'qituvchisi. U ilgari ham iqtidorli bo'lgan, lekin muvaffaqiyatdan chetda qolgan edi. Bir kuni unda o'pka saratoni borligi aniqlanadi. Shundan so'ng u oilasini moliyaviy jihatdan ta'minlash uchun giyohvand moddalar ishlab chiqarishga qaror qiladi. Ammo rejalar puxta tuzilgan edi. U laboratoriya ishlarini mukammal biladi. Deyarli ideal kimyoviy moddalarni yarata olgan. Har bir xavfli holatni oldindan o'ylab, hisob-kitob bilan harakat qilgan edi. Rejalashtirish, manipulyatsiya va strategik fikrlash u Sherlock Holmes darajasida deb muxlislar unga ta'rif berishadi. 4-o'rin Oppenheimer. 2023-yilda ishlab chiqarilgan film va film real hayotdagi Robert Oppenheimer haqida ishlangan. Unda Oppenheimer atom bombasining yaratishining ilmiy izlanishlari olib borishi ko'rsatilgan. Bolaligidan matematika, kvant mexanikasi, tilshunoslikni g'oyat iqtidorli bo'lgan. 12 yoshda sanskrit tilini o'rganib, hind falsafasini o'qiy olgan. Kvant nazariyasi, qora tuynuk va atom yadrosining parchalanishiga oid ishlarga muhim hissa qo'shgan. Ikkinchi jahon urushi paytida u Manhattan Project rahbari bo'lgan. Bu loyihada dunyoning birinchi atom bombasi yaratilgan. 1945-yil 16-iyulda New Mexicoda birinchi marotaba atom sinovi o'tkazilgan. Ammo Oppenheimer urushda u yaratgan bomba buzg'unchilik uchun ishlatilgani sabab o'z qo'lyozmalarini va taqdimotlarini yo'q qilishga qaror qiladi. Ammo siyosiy bosimga duch keladi. Yuqorida aytib o'tilgan insonlar to'qima obraz bo'lsa-da, Oppenheimer hayotimizda bo'lgan va uning aqliy darajasida hattoki hozirgi olimlar ham hayratga keladi. 3-o'rin Adrian Monk. Daho kuzatuvchan va tahlilchi detektiv. Eng kichik detallarni ham ko'ra oladi va ularning mantiqiy bog'lanishlarini topa oladi. Monkdan hech qanaqasiga sirni yashirib bo'lmaydi, chunki u hamma narsani mukammal tahlil qiladi va eng yashirin va hech kim payqay olmaydigan belgilarni ham payqay oladi. Ammo uning bir nozik tomoni bor. U odamlardan qochadi, ya'ni ruhiy nosog'lom. Monk odamlar bilan yaqin munosabatda bo'lishi qiyin. Egri chiziqlar va tartibsiz joylashgan buyumlar uni g'ashini keltiradi va bu o'z navbatida Monkning jinoyatlarni yechishiga imkon beradi. Monk bu darajada ruhiy xasta bo'lishiga asosiy sabablardan biri bu uning rafiqasi Trudy Monkning o'limi. Serial davomida Monk aynan Trudyning qotilini izlash bilan shug'ullanadi. O'ta sezuvchan, aqlli, e'tiborli va shu bilan birga har narsaga boshqacha qaray oladigan bu detektivimizni 3-o'ringa loyiq deb o'ylayman. Bu ham hali hammasi emas. Monk naqd 8 yil davomida efirga uzatilgan va naqd 8 ta Emmy mukofotini qo'lga kiritgan. Bularning barchasi muxlislar Monkning qanchalar aqlli ekanligiga qoyil qolishganiga sabab edi. 2-o'rin Dr. House. Uni bu o'ringa qo'yishimning asosiy sababi Sherlockning detektiv olamida o'xshash personajlari ko'p. Masalan, ulardan bir qanchasini yuqorilarda sanab o'tdim. Ammo Dr. House tibbiyot olamida o'ziga o'xshash insonlar yo'q. Dr. House tibbiyot olamining eng kuchli shifokori sifatida chiqish qildi. U har qanday kasallikni hech qanday qurilmalarsiz kuzatish orqali aniqlay oladi va bemorning eng yashirin kasalliklarini ham bemalol aytib bera oladi. Dr. House dunyoda shu qadar aqlli deb tan olindiki,
hatto muxlislar xasta bo'lgan yaqinlarining dardiga shifo topish uchun aktyorga Dr. House deb kasallik varaqalarini jo'natishni boshlashdi. Uzoqqa bormaymiz, Dr. House'ni o'zbekcha gapirtirgan inson Muhammadjon Xo'jayevga ham aynan shunday xatlarni bir nechtasi kelib tushgan haqida o'z intervyularida aytib o'tganlar. Dr. House shu darajada aqlli va reallikka yaqin qilib ishlaganki, eng aqllilarning eng aqllilaridan biri edi. Va nihoyat birinchi o'ringa ham yetib keldik. Birinchi o'rinda Sherlock Holmes. Bu personajni birinchi o'ringa qo'ymasam yoki qatag'onga uchirardim yoki hamma kanaldan yuz o'girib ketar edi. Sherlock daho va kuzatuvchan, u faqatgina qiyin va javobi yo'q ishlarni ko'rishini juda ham yaxshi bilamiz. Shu sabab ham Sherlock bugungi ro'yxatimizning eng yuqori pog'onasini egalladi. U haqida ortiqcha gapirmayman. Har holda uning seriali haqida video qilganman. Kanalga o'tib ko'rishingiz mumkin. Mana do'stlar, men o'zim aqlli deb biladigan insonlarning ro'yxatini aytib berdim. Agarda sizning o'ylagan insonlaringiz bu ro'yxatda bo'lmasa xafa bo'lmang, chunki siz uchun u har doim birinchi o'rinda bo'ladi. Albatta, o'z top 3 ligingizni kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmang. Shu kabi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yana yangi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.